Erkaklar go'zallik shaydosi. Nolib eringni qo'ldan boy berding. Yengilib boraverasan. Farzandlaringni ham olib qo'ysanmikina, yaqinda ering nikoh qiladi. Buni qanchalik qiyina ko'tarish ahvolingga bir qara. Erkaklar go'zallik shaydosi. 4 ta tug'asanmi, 10 ta tug'asanmi, ularni bu qiziqtirmaydi. Ering endi meniki. Qani, senga rahmim kelyapti-da. Yonib kul bo'l. Ota-onang aytgandek. Shunday ekan. Chida. Kechirasan. Rejang ish bermadi. Rejang bo'yicha erimning xiyonatini bilib, men depressiyaga tushishim kerak edi. Kundan kunga ich-itimni yeb, senga yengilishim kerak edi. Va seni deb men 2 ta farzandimni yetim qilishim kerakmidi? Sen bunga arzimaysan. Men hech qachon bu narsani qilmayman. Sen buni bilarmiding? Men yengiladigan ayol emasman. To'g'ri, erkaklar go'zallik shaydosi. Bu go'zallikni esa men ham bera olaman. Sendagi bu qizil lablar menda yo'qmidi? Sochlar yo'qmi menda? Menda ham hammasi bor. Sen esa doim yolg'iz va baxtsizligingcha qolasan. Hech qachon birovning baxtsizligi evaziga baxtli bo'la olmaysan. Buni hech qachon unutma. Oila muqaddas. Chidama, harakat qil.